Avvalambor assalomu alaykum azizlarimiz. Yaqinlaringizni mamnun qilish uchun albatta bir sabab bo'lishi shart emas. Bizning tabriklarim loyihasi orqali kutilmagan qo'ng'iroqlarimiz bilan yaqinlaringizni baxtiyor etishingiz mumkin. Bugun ham shunday kutilmagan qo'ng'iroqlar egasiga baxtli qo'ng'iroq qilishni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Esonboy aka, salomatmisiz? Rahmat, xudoga shukr. Sizni tabriklarim loyihasidan bezovta qilyapmiz. Ismim Madina. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz o'tgan bayramlar bilan? Rahmat, alhamdulillah. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan kuningiz ekan. Shu munosabat bilan yaqinlaringizdan siz uchun chiroyli dilizkorlari yetib kelgan. Taxmin qilib ko'rasizmi, kimlar sizga dilizkorlar yo'llaganlarini? Yaqinlarimdir, farzandlarimdir. O'g'il qizlarim, nabiralarim, kelinlarim. barcha yaqinlaringiz, farzandlaringiz, qarindoshlaringiz barchasini nomidan ukangiz Nurali aka hamda keliningiz Hafizaxon opajonlarimiz siz uchun chiroyli dilizkorlarni yetkazib qo'yishimizni iltimos qilgan. Tayyormisiz? Rahmat, eshitaman, rahmat, tayyorman. Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum akajonim. Bugun yaratgan Robbimizga banda, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan kuningiz, muborak 62 yoshingiz hamda ro'za Ramazon oyi bilan ham tabriklaymiz. Doimo sog' salomat bo'ling. Allohim umringizni ziyoda qilsin. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. Doimo sog' salomat bo'ling. Hech ham xasta bo'lmang. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Siz dunyodagi eng mehribon, eng oqko'ngil, eng samimiy insonsiz. Doimo yuzingizdan kulgu, tabassum arimasin. Nimaiki yaxshi niyatlar, yaxshi orzular qilgan bo'lsangiz, barchasiga yetishib yuring. Allohim baytlariga birgalashib, yetaklashib borishliklar, hojotalar, hojonalar bo'lib yurishliklarni nasib aylasin Allohim. Ushbu muborak oyda Allohim sizni yaxshiliklar ila sevintirsin. Qalbingiz tubidagi orzu, maqsadlaringizni amalga oshirib, duolaringizni ijobatini ko'rsatin. Tutayotgan ro'zalaringiz, bajarayotgan savobli amallaringizni Allohim dargohida qabul aylab, siz uchun rayon eshiklarini kengroq ochsin. Borsizki xotirjam turibman aka. Ko'nglimga halovat quribman aka. Yonimda yelkadosh jigarim bor deb siz bilan maqtanib yuribman aka. Siz mening tomonda, men-chi siz tomon. Ishni deb olisda yurganim yomon. Baxtingiz but bo'lsin, taningiz omon. Siz bilan maqtanib yuribman aka. Yig'lasam yig'laysiz, kulasiz kulsam, yonimni olasiz xatolar qilsam. Sizdayin do'stim yo'q dunyoda bilsam. Siz bilan maqtanib yuribman aka. Yana bir bor tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Ramazon sharif oyi ham muborak bo'lsin. Yuzingizdan kulgu, tabassum arimasin. Dunyodagi barcha ezgu tilaklar siz uchun deya ukajoningiz Nurali aka tabriklarini yakunlaganlar. Sizning ham yaqinlaringizga dilizkorlaringiz bo'lsa, yo'llab olish imkoniyatingiz bor. Marhamat. Sabalarga, jigarlarimga, kelinlarim, kuyovlarim, aka-uka, singil jiyanlar hammasiga rahmat. Hammasi farzandlarim hammasini hurmat qilaman. Bu sog' bo'lishini rahmat. Kutmagan joyimdan keldi. Xushom bo'ldi. Rahmat. Inshaalloh. Rahmat kesakon sizga ham sog' salomat bo'ling. Qimmatli vaqtingizni ayamang. Biz bilan chiroyli suhbatlar o'tkazganingiz uchun alohida rahmat kesakon. Yana bir bora tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Kuningiz yaxshi o'tsin. Sog' salomat bo'ling. Rahmat, hammaga rahmat, sog' bo'ling.